Nan Parischa so'z bo'lib, xemirdan tayyorlanib, tonur yoki o'choqda pishiriladigan yemeklik degan ma'noni bildiradi. Nan degan bu so'z Chag'atay xonligi davrida Uyg'ur tiliga kirib o'zlashgan. Uyg'ur xalqi o'zining necha ming yillik hayot musofasida o'zlari yashagan iqlim va munbat tabiiy sharoitlarga qarab, avlodma-avlod non madaniyatiga varislik qilib keldi va o'zliksiz turda nonning turi va shakllarini beyitib mangdi. Nonning eng qadimgi turi qo'qasda ko'mib pishiriladigan ko'mash non bo'lib, bugungi kunda Uyg'ur nonlari ichidagi eng kichik to'qashdan eng cho'ng shirmon non, hamak nongacha. Eng nefis hamalak nondan eng qalin girdi non, pom nongacha bo'lgan aralıqda nonning nurg'un turlari bo'lib, ishlatgan xuruj va materialga qarab, o'y neni, oq non, siyodonliq to'qach, kunjutlik to'qash, safar to'qichi, jiris non, zag'ri non, javanda, ko'mash non, may to'qash, kakchi non, girdi non, qatlimi non, daman non, hamak non, jigirtak non, bijaq non qatarlıq turlarga ayrilgandan boshqa, har qaysi yurtlarning iste'mol odatiga qarab, tadrijiy mukammallashgan non turlarini o'z ichiga oladi. Non Uyg'ur xalqining turmushida tirikchilikning simvoli sifatida ulug'lanib, shu darajada umumlashib ketganki, hatto Uyg'ur madaniyatining cho'nqur qatlamida non madaniyati shakllangan. Hamda nonsiz o'y emas. Neni yo'qning jeni yo'q. Non iymon, nonning yo'qi yomon qatorliq maqol tamsillar shakllangan va non madaniyatiga oid bir qator urf-odat, yo'sunlar va duolar Uyg'ur xalqining turmushidan ayrilolmas bo'lib qolgan.